Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Men Davidov Yunus Jumayevich, O'zbek tili va adabiyoti kafedrasi o'qituvchisiman. Sizlar bilan hozirgi o'zbek adabiy tili fanidan to'ldiruvchi haqida umumiy ma'lumot mavzusini ko'rib o'tamiz. Bugungi mavzumizning rejasi quyidagicha: to'ldiruvchi haqida umumiy ma'lumot birinchi rejamiz, ikkinchi rejamiz to'ldiruvchining ma'no turlari va uchinchi rejamiz to'ldiruvchining tuzilishiga ko'ra turlari. To'ldiruvchi, demak, bizga ma'lumki, gap bo'laklari gapdagi vazifasiga ko'ra dastlab ikkita katta guruhga bo'linadi: bosh bo'laklar va ikkinchi darajali bo'laklar. Bosh bo'laklar, demak, ega va kesim hisoblanadi va ikkinchi darajali bo'laklar aniqlovchi, to'ldiruvchi hol hisoblanadi. Sizlar bilan bugun to'ldiruvchi haqida gaplashamiz. Demak, to'ldiruvchi hokim so'zga boshqaruv yo'li bilan bog'lanib, fe'l bilan ifodalangan turli gap bo'laklarini ma'nosini to'ldirib yoki muayyanlashtirib, aniqlashtirib keladigan ikkinchi darajali bo'lak bu to'ldiruvchi hisoblanadi. Va bu o'rinda shuni qayd etish kerakki, to'ldiruvchi demak so'z kengaytuvchisi hisoblanadi. Bilamizki, demak VPM ya'ni word, PM ya'ni kesimlik shakllar hisoblanadi. Demak, kesimlik shakllariga bilan bevosita ma'no nuqtai nazaridan bog'lanadigan kesimlik shakllari orqali aniqlanadigan bo'laklar bu ega va hol hisoblansa, to'ldiruvchi esa demak o'sha faqat so'zning ma'nosini aniqlashtirib keladi. Shu sababli biz to'ldiruvchini so'z kengaytuvchisi deb olamiz. To'ldiruvchisi faqat kesimgagina bog'lanmaydi, kesimdan boshqa bo'laklarni ham aniqlashtirib, muayyanlashtirib kelish mumkin. Quyidagi taqdimotga e'tibor qaratamiz. Demak, birinchi misolimizda kesimni aniqlashtirishga xizmat qilyapti. Kitobni olib kel. Demak, olib kel kesim, kitobni to'ldiruvchi, demak kesimga tobelanib kelyapti. Ikkinchi gapimizda to'ldiruvchi, demak to'ldiruvchiga tobelanib kelyapti. Kitobni olib kelishni unutma. Olib kelishni to'ldiruvchi, unutma kesim, kitobni yana to'ldiruvchi. Demak, to'ldiruvchiga ham tobelanib kelishi mumkin. Faqatgina tobelanib kelayotgan bo'lagi albatta fe'l bilan ifodalangan bo'lishi kerak. Xo'p, uchinchisi egaga tobelanib kelish mumkin. Masalan, kitobni keltirish sening vazifang. Demak, keltirish ega bo'ladigan bo'lsa, kitobni to'ldiruvchi egani ham demak egaga ham tobelanib, egani ham ma'nosini muayyanlashtirib, aniqlashtirib kelishi mumkin. To'ldiruvchi aniqlovchini aniqlab kelishi mumkin. Masalan, kitobni tushuntirishning yaxshi tomonlari ko'p, kitobni o'qishning foydalari ko'p desak, demak kitobni o'qishning demak to'ldiruvchi qaratqich aniqlovchiga tobelanib kelyapti. Demak, to'ldiruvchi faqat kesimga tobelanadi degan xulosa yoki hukm biroz xato bo'ladi. Demak, to'ldiruvchi fe'l bilan ifodalangan turli gap bo'laklarini ma'nosini muayyanlashtirib, aniqlashtirib kelish xususiyatiga ega. Demak, to'ldiruvchi qaysi gap bo'lagiga aniqlashdan qat'iy nazar shu bo'lak ifodalayotgan fe'lning ma'nosini aniqlashtirishga, muayyanlashtirishga xizmat qiladi. Demak, qaysi gap bo'lagiga tobelanayotgan bo'lsa, o'shani ma'nosini to'ldirishga xizmat qiladigan ikkinchi darajali bo'lak hisoblanadi. To'ldiruvchi barcha mustaqil so'z turkumlari bilan ifodalanishi mumkin, lekin yuqorida qayd etdikki, to'ldiruvchi hokim so'zga faqat boshqaruv yo'li bilan bog'lanadi. Bizga ma'lumki, demak, gap bo'laklari hokim so'zga moslashuv, bitishuv va boshqaruv usullari bilan bog'lansa, to'ldiruvchi faqatgina boshqaruv usuli bilan, demak, hokim so'zga tobelanadi va to'ldiruvchi barcha mustaqil so'z turkumlari, hattoki o'sha biz oraliqdagi so'z turkumlari deb o'rgangan turkumlarimiz ham otlashganda to'ldiruvchi vazifasini bajarib kelishini kuzatishimiz mumkin. Masalan, ot gapda to'ldiruvchi bo'lib kelishi mumkin. Alisherni chaqirda sifat gapda to'ldiruvchi bo'lib kelishi mumkin. Masalan, uning yaxshisini ol yoki yangisini tanla bo'ladigan bo'lsa, demak bu yerda sifat gapda otlashganda to'ldiruvchi bo'lib kelishi mumkin. Yoki 2 ni 2 ga qo'shsak 4 bo'ladi. Son gapda to'ldiruvchi bo'lib kelishi mumkin. Fe'lning harakat nomi shakli gapda to'ldiruvchi bo'lib kelishi mumkin. O'qishni o'rgandim yoki o'qishning yoki yozganini esladi. Sifatdosh gapda to'ldiruvchi bo'lib kelishi mumkin. Umuman yoki taqlid so'z gapda to'ldiruvchi bo'lib kelishi mumkin. Taqir tuquringni yig'ishtir
yoki undov gapda to'ldiruvchi vazifasini bajarib kelishi mumkin. Masalan, dod-voyni tingladi. Demak, to'ldiruvchi barcha mustaqil so'z turkumlari va modal, taqlid, undov so'zlar otlashganda to'ldiruvchi vazifasini bajarib kelishi mumkin. Ya'ni 6 ta mustaqil so'z turkumi yoki taqlid so'zni mustaqillarda o'rgandik. Demak, 7 ta mustaqil so'z turkumi va 2 ta o'sha so'z gaplar deb o'rgangan birliklarimiz gapda to'ldiruvchi vazifasini bajarib kelishi mumkin. To'ldiruvchi o'zi birikayotgan fe'lning tabiatiga ko'ra ikkita turga bo'linadi. Vositali to'ldiruvchi va vositasiz to'ldiruvchiga bo'linadi. Vositasiz to'ldiruvchi nima? Vositasiz to'ldiruvchi demak belgili yoki belgisiz tushum kelishligi bilan ifodalanadigan to'ldiruvchi, demak vositasiz to'ldiruvchi hisoblanadi. E'tiborli bo'lamiz. Demak, vositasiz to'ldiruvchi faqatgina bitta kelishik shakli, ya'ni ni bilan ifodalanadi. Endi ba'zida tushum kelishligi bilan sinonim bo'ladigan kelishiklar bo'lishi mumkin. Unda demak biz uni vositali to'ldiruvchi olamiz, ya'ni vositasiz to'ldiruvchi degan xulosani bermasligimiz kerak. Masalan, nonni yedi, nondan yedi. Demak, ikkalasi sinonim. To'g'ri, ma'noda ozroq farq bor. Nondan yedi qism munosabatini, nonni butun munosabatini, ya'ni butun non yedi ma'nosini anglatyapti. Ovqatni yedi bilan ovqatdan yedi orasida biroz farq bor, lekin ikkalasi ham o'sha bir xil ma'noga ega, umumiy ma'nosi bir xil umumiy ma'noga ega. Lekin buni biz gap bo'laklariga ajratganda, demak, ovqatni yedi vositasiz to'ldiruvchi, ovqatdan yedi vositali to'ldiruvchi qilib olamiz. Demak, sinonimiyasiga ham e'tibor qaratmaymiz. Demak, faqatgina belgili yoki belgisiz tushum kelishligi bilan ifodalanadi. Bu o'rinda yana shuni qayd etishimiz kerakki, qayerni so'rog'iga javob bo'lganda ham vositasiz to'ldiruvchi hisoblanadi. Ya'ni biz uni adashib, yanglishib, o'rin holi demasligimiz kerak. Masalan, shaharni aylandi bo'ladigan bo'lsa, qayerni so'rog'iga javob bo'lyapti yoki Termizni tomosha qildi bo'ladigan bo'lsa, qayerni so'rog'iga javob bo'lyapti. Demak, bunda biz vositasiz to'ldiruvchi deb olamiz, ya'ni o'rin holi emas. Vositasiz to'ldiruvchi demak belgili yoki belgisiz tushum kelishligi bilan ifodalanadi dedik. Masalan, bunda bulbul kitob o'qiydi. Aslida kitobni o'qiydi. Ovqat yedi. Aslida ovqatni yedi. Demak, belgisiz holatda ham kelishi mumkin. Bu bizga ma'lum. Demak, tushum kelishiga qaratqich, jo'nalish va o'rinpayt kelishiklari gapda bemalol belgisiz qo'llanish xususiyatiga ega. Yoki belgili qo'llanishi ham mumkin. Sen bahorni sog'inmadingmi? Demak, umuman xulosa qiladigan bo'lsak, belgili yoki belgisiz tushum kelishligi shaklidagi so'zlar vositasiz to'ldiruvchi hisoblanadi va vositasiz to'ldiruvchi doimo o'timli fe'lga tobelanadi. Vositali to'ldiruvchi turli grammatik shakllar bilan ifodalanishi mumkin. Ya'ni vositali to'ldiruvchini o'zini biz ikki turga ajratib o'rgansak bo'ladi. Ya'ni birinchisi kelishikli vositali to'ldiruvchi, ikkinchisi ko'makchili vositali to'ldiruvchi. Demak, kelishikli vositali to'ldiruvchi ga-dadan kelishiklari bilan ifodalanadi. Demak, 3 ta kelishik makon zamon kelishiklari ham deb nomlanadi. Jo'nalish, o'rinpayt va chiqish kelishigi shaklidagi so'zlar gapda vositali to'ldiruvchi bo'lib kelishi kerak. Lekin albatta biz buni so'roqlariga va gapdagi o'rniga qarab albatta ajratib olishimiz kerak. Ga-dadan qo'shimchasiga ega bo'lgan har qanday so'z bu vositali to'ldiruvchi degani emas. Ya'ni agar bu shakllar jo'nalish, o'rinpayt va chiqish kelishik shakllari agar payt otlariga qo'shilsa payt holi bo'ladi. O'rin joy otlariga qo'shilganda o'rin holi bo'ladi. Demak, shaxs va narsa otlariga qo'shilgandagina vositali to'ldiruvchi bo'ladi. Demak, biz albatta ana shunga e'tibor qaratishimiz kerak. Masalan, darvozaga yetganda orqasidan kimdir chaqirdi bo'ladigan bo'lsa, darvoza. Demak, biz buni o'rin holi deb olishimiz kerakmi yoki vositali to'ldiruvchimi? Demak, buni asosiga qaraymiz. Darvoza. Darvoza narsa otimi yoki o'rin joy otimi? Albatta bu narsa oti. Darvoza degan joy yo'q. Demak, bu narsa. Demak, albatta biz uni to'ldiruvchi deb olishimiz kerak. Ya'ni narsa otiga qo'shilib gapda to'ldiruvchi vazifasini bajarayapti. Agar o'rin joy otlariga qo'shilganda
qayerga yoki qayerda, qayerdan so'roqlariga javob bo'lib, gapda o'rin holi vazifasini bajaradi. Masalan, shaharga keldi, qayerga? Masalan, bozorda savdo qiladi, qayerda? Demak, bunda o'rin holi vazifasini bajaryapti. Agar payt otlariga qo'shilganda qachon so'rog'iga javob bo'ladi va gapda payt holi vazifasini bajaradi. Masalan, yozda imtihon topshiramiz bo'ladigan bo'lsa, qachon so'roqqa javob bo'lyapti? Demak, bunda payt holi vazifasini bajaryapti. Demak, shaxs va narsa otlariga qo'shilib, kimda nimada, kimga nimaga, kimdan nimadan so'roqlariga javob bo'lganda, demak, kelishikli vositali to'ldiruvchini yuzaga keltiradi. Bunda ham ba'zida bu kelishiklar gap tarkibida belgisiz qo'llanishi mumkin. Ko'makchili vositali to'ldiruvchi, demak, turli ko'makchilar bilan ifodalanadi. Masalan, uchun, bilan, haqida, to'g'risida kabi ko'makchilar bilan shakllanishi mumkin. Hokim so'ziga tobelanib kelishi mumkin. Lekin albatta bunda ham e'tibor berishimiz kerakki, so'roqlari va u bog'lanayotgan hokim so'ziga qarab, albatta so'roq berib ko'rib, uning to'ldiruvchi ekanligi aniqlanadi. Ya'niki, shu ko'makchilar bilan kelgan so'zlarning barchasi to'ldiruvchi degan xulosa albatta noto'g'ri bo'ladi. Chunki masalan, uchun ko'makchisini misol qilib olsak, uchun ko'makchisi bir o'rinda maqsad holi, bir o'rinda sabab holi va bir o'rinda to'ldiruvchi vazifasini bajaradi. Demak, bunda ham xuddi yuqoridagi qoidadek, ya'ni shaxs va narsa otlariga qo'shilib, kim uchun yoki nima uchun so'roqqa javob bo'lganda gapda demak, to'ldiruvchi, ya'ni vositali to'ldiruvchi vazifasini bajaradi. Agar nima maqsadda va nima sababdan so'roqlariga javob bo'lganda, demak, unda hol vazifasini bajaradi. Qiyoslaymiz. Onam uchun oldim. Kim uchun? Demak, to'ldiruvchi. Kitob uchun jild oldim. Nima uchun? Demak, to'ldiruvchi. O'qish uchun keldim. Nima maqsadda? Demak, maqsad holi. O'qiganligi uchun baholandi yoki mukofotlandi yoki natijaga erishdi desak, bunda nima sababdan so'roqqa javob bo'lyapti va gapda sabab holi vazifasini bajaryapti. Bilan ko'makchisi ham xuddi shunaqa, bir o'rinda to'ldiruvchi, bir o'rinda holni shakllantirishga xizmat qiladi. Buni ham biz so'roqlardan farqlab olsak bo'ladi. Masalan, onasi bilan keldi, demak, bu yerda vositali to'ldiruvchi. Qalam bilan yozdi. Nima bilan? Demak, vositali to'ldiruvchi. Kun chiqishi bilan qachon? Payt holi. Diqqat bilan, zavq bilan qay holda? Demak, bu ravish holi vazifasini bajaryapti. Demak, bu ko'makchilar ham to'ldiruvchi, ham holni shakllantiradi. Biz so'roqlari va bog'lanayotgan undan oldingi so'zga qarab, qaysi gap bo'lagini shakllantirayotganligini farqlab olsak bo'ladi. Haqida, to'g'risida ko'makchilari ham demak, vositali to'ldiruvchini shakllantirishga xizmat qiladi. Masalan, Amir Temur to'g'risida insho yozdik bo'ladigan bo'lsa, bu yerda demak, kim to'g'risi so'roqqa javob bo'lyapti va gapda ko'makchilar vositali to'ldiruvchini shakllantirishga xizmat qilyapti. Bundan tashqari, yana ko'makchilarimiz borki, to'ldiruvchini shakllantiradi. Masalan, ko'ra, deya, deb, atab kabi ko'makchilar ham vositali to'ldiruvchilarni shakllantirishga xizmat qiladi. To'ldiruvchining navbatdagi tasnifi tuzilishiga ko'ra tasnif hisoblanadi va to'ldiruvchilar tuzilishiga ko'ra ikkita turga bo'linadi. Birinchisi sodda to'ldiruvchilar va ikkinchisi murakkab to'ldiruvchilar. Sodda to'ldiruvchi bir so'z yoki bir so'zga teng birlik bilan ifodalanadigan to'ldiruvchilar hisoblanadi. Demak, bitta so'z bilan ifodalandimi, sodda to'ldiruvchi hisoblanadi. Masalan, kitobni o'qidim. Endi ba'zida bir so'zga teng, ya'ni ibora bo'lishi mumkin, takror so'z bo'lishi mumkin, juft so'z yoki qo'shma so'zlar birgalikda to'ldiruvchi vazifasini bajaradi. Chunki bizga ma'lumki, bir so'zga teng bo'lgan birliklar bitta gap bo'lagi sifatida ajratiladi. Demak, ularni ham sodda to'ldiruvchiga olamiz. Demak, ibora bo'lganda ham bir necha so'z bitta so'roqqa javob bo'ladi va bitta gap bo'lagi bo'ladi. Demak, biz uni sodda to'ldiruvchiga olamiz. Murakkab to'ldiruvchi, demak, birdan ortiq mustaqil so'zdan tashkil topgan to'ldiruvchi hisoblanadi. Masalan, ularga yordam ko'rsatish to'g'risida ko'rsatma berdi. Demak, ko'rsatish to'g'risida emas bu gapdagi to'ldiruvchi. Bu gapdagi to'ldiruvchi ularga yordam berish to'g'risida
birgalikda demak yerda 4 ta so'z ko'makchi bilan birgalikda 4 ta so'z gapda vositali to'ldiruvchi bo'lib kelyapti. Demak, buni biz murakkab to'ldiruvchi deb olamiz. Hurmatli tinglovchilar, quyidagi savollarga javob berish orqali mavzuni mustahkamlab olishingiz mumkin. Mavzu yuzasidan savollaringiz bo'lsa, quyidagi manzillarimizga murojaat etsangiz bo'ladi. E'tiboringiz uchun tashakkur.